ياۋروپا-خىتاي komitetining muavin raisi Dombrovskis ياۋروپا-خىتاي مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىنى ma'qullash haqidagi tirishchanligini vaqtىنچە توختاتقانلىقىنى e'lon qilgan. Dombrovskis seshanba kundagi so'zida Yevropa-İttipaقı bilan Xitoy o'rtasidagi siyosatni 2020-yilning oxirida hosil qilingan Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimining tasdiqlanishiga foydasiz. Shunga Yevropa-İttipaقı Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimini tuzish faoliyatlarini to'xtatishni qaror qildi degan. Ko'p yillik qatmal vaziyatdan keyin Yevropa-İttipaقı 2020 yilning oxirida Xitoy bilan Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimini imzolagan bo'lsa-mu, Yevropa-İttipaقı uzun o'tmay Xitoyni Sharqiy Turkistonda kishilik huquqqa daxl tarris qildi deb ayblab, aloqador Xitoy amaldorlariga jazo yurgizgan. Bu Yevropa-İttipaقının 1989 yildagi Tiananmen vaqasidan buyon tunji qatim Xitoyga jazo yurgizishi hisoblangan. Xitoymo o'ch elish maqsadida Yevropa parlamenti a'zolari, shundaqla akademiklar va Germaniya aql ombiridagi tadqiqotchilarga jazo yurgizgan. Yəttə dövlət gorohى tashqi ishlar ministrlari yig'ini uchun Londonda jam bo'lgan Yəttə dövlət tashqi ishlar ministrlari Xitoyni kishilik huquqni dafsanda qildi deb aybladi. Yəttə dövlət gorohى tashqi ishlar ministrlari yig'inining oxirgi kuni e'lon qilingan birlashma bayonotida Xitoyning xohlagancha majburlash xarakterli iqtisodiy siyosatini tanqid qildi va Xitoyga xalqaro savdo qoidasi, kishilik huquq va asosiy erkinlikka hurmat qilish chaqiriq qilindi. Ministrlar Xitayning Uyg'urlar va boshqa osonliq millatlarga qaratgan qilmishlarga, jumladan qayta tarbiyalash nomidagi keng ko'lamli jazo lagerlaridagi majburiy emgak va tug'mas qilib etish qatorliq qilmishlarga cho'nqur ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Yangi Zelandiya parlamenti tönögün Uyg'urlarga aloqador bir taklif loyihasiga qarab chiqqan bo'lib, parlament a'zolari Uyg'urlarning Xitoy tarafidan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligiga uchrayotganligini birdek muayyanlashtirgan. Ammo buni irqiy qirg'inchilik deb bekitmagan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarda bildirishicha, mazkur taklif loyihasini Harakat Yangi Zelandiya partiyasi o'tirg'a qo'ygan. Mazkur partiyaning muavin boshlig'i Van Villendan bildirishicha, ular bosh ministr Jenista Ardinning partiyasining qo'llashiga erishish uchun taklif loyihasidagi irqiy qirg'inchilik degan so'zni ig'ir insoniy huquq dafsandichiligi degan so'zga almashtirib o'tgan. U so'zida bu loyiha irqiy qirg'inchilikni chiqarib o'tgan bo'lsa-mu, biroq irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligini, buningga ishonchlik dalillarning borligini bildirgan. Yəttə dövlət gorohى tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashgan Yaponiya tashqi ishlar ministri Xitoyning sharqiy va janubiy dengizining hozirgi holatini bir taraflama o'zgartirish urinishiga qattiq ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Londonda o'tkazilgan G7 tashqi ishlar ministrlari yig'inida so'z qilgan ministr Motegi Toshimitsu Xitoyning Tìnç okean rayonidagi tahdid faoliyatlariga bo'lgan әндішісini bayon qildi. Motegi 1 fevraldan boshlab yo'lga qo'yilgan yangi qonunga inkos qaytirib, Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atrofidagi qoidaga mos kelmaydigan chet el paraxodlarga qarshi qurol ishlatish huquqi berganligini tanqid qildi. Motegi yana Sharqiy Turkiston va Hong Kong alohida ma'muriy rayondagi kishilik huquq dafsandichiligidan ئەندىشە qiladiganligini bildirdi. Yaqinqi bir necha kundan buyon har qaysi taratqularda Xitoyning to'shig'uchi raketasi haqidagi xabarlar diqqat qo'zg'agan bo'lib, ma'lum bo'lishicha, kontrollikni yo'qotgan mazkur raketaning parchalari bir necha kun ichida yer yuziga tushishi mumkin ekan. Amerika mudofaa ministrlarining bayonotchisi Howard bu haqda to'xtalib, bu to'shig'uchi raketaning asosli qismini kontrol qilg'ili bo'lmaydiganligini va oldin bekitilgan joyga tushmaydiganligini, uning atmosfera qatlamiga kirgandan keyingi ahvolni mo'ljarlashning tasdiqini, eng ig'ir bo'lganda raketaning parchaqlanib, parchalarining necha 100 kilometr doiraga ziyon yetkazishi mumkinligini bildirgan. 29 aprel Xitoyning to'shig'uchi raketasi 22 tonna ig'irlikdagi Tяньхи yadroliq bo'linmasini elib mengib, plan bo'yicha orbitaga yetkazgan bo'lib, bu Xitoyning o'zining bo'shliq punktini qurishdagi tunji qadami hisoblangan. Holbuki olam qatnashi mutaxassislari mazkur raketaning 20 tonnalik asosiy qismining yer shari atmosferaga kontrolligini yo'qotgan holda qaytib kelayotganligi haqidagi ogohlantirishni bergan.